Voqea 19-fevral kuni ro'yxatga olingan. Ayolni 500 so'mni nimaga sarflaganligini aytmagani uchun qattiq savalagan. Oradan ko'p vaqt o'tmay ayol o'sha yerda vafot etgan. Aybdor bu haqda militsiyaga xabar bermagan. Ayolning murdasi uyda 2 kun qolib ketgan. Mazkur fakt yuzasidan O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasiga 21-fevral kuni xabar kelib tushgan. Жамбаштарында, беттеринде жана кабыргаларында ири ушул сырттан берилген сокудан улам калган тактар бар экендиги аныкталган. Ушундан улам иликтөө иштери жүргүзүлүп, натыйжада бул окуяга тиешеси бар делинип, аталган маркумдун жолдошу 1973-жылы туулган Жаран кармалды. Кылмыш кодексинин 138-беренесинин негизинде бул жарандын үстүнөн иликтөө иштери жүрүп жатат. Jinoyatda gumondor shaxs 46 yoshda, O'sh shahar yashovchisi. Ayoli voqea kuni qaynonasidan 500 so'm olib chiqib ketgan. Uyga qaytib kelganda gumondor pulni nimaga ishlatganligini so'rab ura boshlagan. Gumondor bilan 35 yoshdagi ayol o'tgan yilning kuzida tanishgan. Fuqaroviy nikoh asosida oila qurishganligini yaqinlari ma'lum qilishdi. Ne sebepten xabar bermediniz militsiyaga? Ne sebepten skoriga xabar bermediniz? Telefonum yok oldu. Gözüm orada kaldım. Basa almayın. Şu ölükte 2 gün uyda alıp жатпай, balkim ertiroq aytsanız, dirүү кала эле алып скорый чакырсаңыз. Турабы кылганыңыз? Бара албай калдым. Ошо кара албай калыптыр да. Кылган ишиңиз турабы тура эмеспи сиздин? Тура эмес. Моюнуңузга аласызбы? Ооба. Saat канчаларда болуп атат окуя? 5-6'larda. Ruhshunoslarning so'zlariga ko'ra, so'nggi vaqtlarda ayollar erkaklar tomonidan qattiq savalangan holatlar tez uchramoqda. O'tgan yilning avgust oyida 136 nafar ona turmush o'rtog'ining kaltaklari sababli farzandlari bilan uydan qochib ketishga majbur bo'lishgan. Ko'pchilik ayollarning qo'lida hunar yoki oliy ma'lumotligi yo'qligi sabab mustaqil ro'zg'or tebratishga kuchi yetmay turli haqoratlarga chidab yashaydilar deya ma'lum qildi mutaxassislar. Ayollarni oilaviy zo'ravonliklardan qutqarish maqsadida huquqlarini himoya qilish tashkilotlari qoziyatlar bilan hamkorlikda yo'lga qo'yishgan. Shu ayollarga qarata bir cho'ng bir ish-chora uyushtursabi, o'tkazsabi, o'shuni bir maktablarga, o'sha o'quv joylarına, uy бүлөлөрдүн arasında атайындай uyushturup, misal үчүн ilgari мектептин muallimleri ата-энелер менен ish алып барчу эле. Har bir uy бүлө ish olib barchilar. Hozirgi chog'da mana shunday yo'qda. Tilga olingan fakt bo'yicha Jinoyat va jazo kodeksining 138-moddasi 3-bandiga asosan tergov ishlari boshlandi. Shavkatbek Umarov, Mahburat Albayeva, Nursulton Abdukerim o'g'li, Intimaq.